Avvalambor assalomu alaykum. Men Purmil kompaniyasini finansiy auditor bo'laman. Bizda targovlik komandamizda Excel bo'yicha ozgina kamchiliklar bor edi. Shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun komanda bilan kelishgan holda rahbariyat tomonidan Excel kursiga o'qish bo'yicha vaucher desak ham bo'ladi, vaucher yutib oldik. Mana Shohazim aka bizning ustozimiz tayyorladilar. Rahmat akaga. Ancha tushunmagan savollarimizni, tushunmagan joylarimizni o'rgatdilar. Korxonada qilinishi kerak bo'lgan ishlarni, formatlash kerak bo'lgan ishlarni, avtomatlashtirish kerak bo'lgan ishlarni hammasini avtomatlashtirishga, qo'shimcha ma'lumotlarni berishga harakat qildilar. O'zimiz bilmagan ma'lumotlarni so'rab bu akamizdan ko'p narsani o'rgandik. Excel Masters jamoasiga Purmil kompaniyasi targovlik komandasi nomidan alohida rahmat aytmoqchiman. Ustozimiz Shohazim akaga ham alohida rahmat.